Ertalab tursam, eshigim tagida itim bugun nima yeyman deganda dumini likillatib turib oladi. Uni qornini to'qlab, ozgina u bilan o'ynayman, chunki hali ham kuchuk, endi 10 oylik bo'ldi. Hozirda uni ko'proq zanjirlab bog'lab qo'yapmiz, sababi shu agrodimizdagi ekilgan kartoshka, har xil ko'katlarimizni payhon qilib yuborayotgani uchun. Lekin hosilni olib bo'lishimiz bilan hali kecha-yu kunduz bo'sh yuradi. Har tong sahar yotadigan maydonchasini tozalash meni zimmamda, sababi bu joyga kelganda it faqat meniki. Qo'riqlashga kelsa, uydagilarniki. Mazami har kuni axlatini olib, tagini supurib, suv sepib, salqin sharoit yaratib beraman. Ertalab ishga ketishda va kechqurun ishdan kelsam, albatta ichadigan suvini tozalab, yangilab qo'yaman. Shef suvini chang bo'lsa ichmaydi, kazo-kazolardan. Ana endi ishga ketishim kerak, bitta chiroyli qilib dush qabul qilib olib ishga otlanaman. Aristonda issiq suv bor, demak boshladik. Menga eng keraklisi shu Colgate pasta bilan Clear shampun bo'lsa bo'ldi. Masalani hal qilib tashlayman 10 minutda. Lekin yuvinmasdan ishga ketish yo'q. Bu meni xonam, vaqtincha shu yerda tunab qolyapman. Sababi ishdan juda kech qaytaman, chillalaymiz, kech kelib chaqaloqlarimni oldiga kira olmayman. Chilla ichi shu ahvol. Bir vaqtlar shu kolonkamda ashula qo'yib uyda fitness bilan shug'ullanardim. Gantelim, kamarim o'sha paytlardan esdalik. Lekin niyat bor. Bir qunt bilan yana sportga qaytishim kerak. Har kuni ertalab meni ishga dadam tashlab qo'yishadi. Kechqurun olib ketishadi. Rosta ko'p beriladigan savollarga javob nimaga o'zingiz minmaysiz mashinangizni degan savolga kelsak, men bitta joyda o'tirib ishlayman. Kechgacha qimirlamay. Menga ertalab va kechga kerak bo'ladi xolos. Undan tashqari bizda salqin parkovka joy yo'q. Quyoshda qizitib mashinamni zararmi menga? Unda uyda turgani ma'qul. Mana sevimli ishxonamga ham yetib keldim. Har doim kech kelaman. Baraka topsin, sherigim usta bola mendan 1-2 soat oldin kelib ishxonamizni ochib turadi. Bizda hamma kompaniyaning sim kartalari sotuvda bor. Mashinangizni avtosug'urta, onlayn daverni, telefon ustaxona telefonlarini qulfini ochish, programma qilish va chetdan kelgan telefonlarni ro'yxatdan o'tkazish xizmati va telefonlarga va mashinangizga aksessuarlar bor. Obedda nimadir yegimiz kelib, pitsa zakaz qildik. Qaynoqligida muzdek Pepsi bilan shunaqa ketadi boru. Obed qilib dam olib konditsionerda tagida kino ko'rishga nima yetsin? Meni fikrimcha odam ishlab pul topishga ham, uydagilarga ham, hattoki o'zi uchun ham vaqt topish kerak. Hammasiga ulgurish kerak.